700'e satayım mı? 800'e satayım mı oğul bala? Var bala, oye onagan. Akalar yozyapman mol bozorida. Lavhalar sizlarga bugungi. 500 ming beraman. Ana olarasizmi? Vaqtman. 200 ming kamiga bo'lsa oldim. Bermasangiz mendan o'tga olaversin. Yana bolasi giramiz akalar. 24 million 500 ming so'm qildi. Bozor ketyapti. Ya hamma tomoshabin aka bering. Hamma tomoshabinda to'g'risi. Bering oshna. Pulini naqdligida oling. Salturu nasi yo'q. Aka. Siz beravering, mana olavering. Allohga tavakkal, menga 200 ming kamiga o'g'lim narxini so'radi. Boshqa emas. Mana ham hozir 250 ming so'm bo'lib ketadi menga. Bozor berganda sotib olaman, hozir pul berganligisi yo'q. Endi bolasi giramiz qayta bozor bo'lyapti akalar. Bitta molli bas. Bermadimmi? Jo'nimga bermadimmi? Bo'pti ber. Aytyapman, bering deyapman. Shunda mana bozor chiqayanaman. Iloy foyda qilyapti. Qanaqa qilavermayman, hozir qo'shsak yalanmayman. Birovga mol sotdi, ziyon qilmasin. Bering. 16,5 million so'mga savdosi ketyapti akalar. Endi bolasi giraman. Otabek, bering. Bir mol sotadigan ekansiz menga. Da ba'zan beringlar, haqiqatda shu. Mendan mollar shunaqa. Ozoqa. Ashu adirga aytdilar ekan, bozorda sotishar ekan. Bilasiz? Ko'p qo'da boqamiz-ku. Ha. To'tiga sig'maydi yo'qilib sol. O'shanda ish olib qol olyapman. Ayla aka, olib foyda qilsangiz oling aka. Bering bo'pti, 15 deb 1,5 million qo'yib yuborishdi. Bering mana. Oldim, buni maqsad qilmayman. Aka kim? Yettiga oladi. Lekin mana olmayman. Meni bizni mehnatimizchi. Bizni mehnatimizchi. Ba'da turibdi, misol, ba'da odamni 2 soat tursa o'shani mehnati gapiriladi. Ammo 1 yil, 2 yil menga nima qilib mehnat qilgan odamni nima gapirilmaydi. O'sha gap noto'g'ri. Olib foyda qilish kerak. Ha, yo'q, foyda qilsin deyapman aka, iloy foyda qilsin. Men chin ko'ngildan 16,5 million. 15 million, 1,5 million qo'yib, bo'pti. Xabar qilib beryapman. 6 litr sut ham bor. Ferhon. Avuz deyishadi. O'ziga aka. O'ziga. Ha, o'zi. Yo'q, o'zi aytishimni turgan ekan, hozirda. Ko'shab turganda ko'rdim. O'zi aytishi yo'q. O'zi aytishimni turgan. Necha yosh bu usta? Necha oylik? Nima? Oylik. Yo'qni bilmayman, olganida 2 oy oldi. Biz sir olib, shu go'shga boqib sotamiz. O'g'il bular kunni yelim qo'zg'ab turib qo'yish. Neymi? Akamizning istayapsiz. Mana shu kunda tug'ib qo'ydi. Alloh bergan ekan-da, aka nima deysiz? Alloh bergan nasibasi ekan-da sizga bo'lgan. Yemlar, yo'q deydi. Xabarimiz yo'q. Yelidan. So'qimga debdi. Yelidan mendaydi olov. Mana shu kunda bitta yelim qo'zg'ab turib, Quloqpa. kunni tug'ib qo'ydi. Alloh bergan nasibasi-da, aka qarang endi nima deysiz? İçinden çıkan priz deb berasiz. Yo'q uni aka. Ha, barakasi, barakasi. Bolasi xunajina usta? Xunajina bolasi? Xunajina ekan. Farg'ona Yozyovon chorva bozori akalar. 16 million so'mga savdosi bo'lib turibdi. Nesper hoca aka?
gapiring. Bolasini ovasini aka buni? Ulazin aka. On yetti million, 17 qilishyapti. Bolagan gapirdi. 17 ursamiz deb qo'ying. Hurmatli odamlar, hurmatli insonlar. Qanchalik bilan issig'ida yaxshidami yo'q? Yo'q, mana anaga yo'qlar, o'z berasiz o'lim. Avval darslik ko'pchilik gapini olyapman. Hoca aka gapini olaymi? Qani bir o'zim gapirdim. Kattami kichkinami hoja aka? To'g'ri gapirdi. Nima bo'lsa ham bor barak. Biz kim narsada? Gap tuzatib turib ishlaymiz bitsin deyamasdan. Yo'q, mayli. Xolos, zo'r gapirdi. Anuni ham o'ylaydi. Kichkina narsa. Uyga boringcha nima bo'ladi, Alloh biladi uni. Hoja aka. Mana, buni to'g'rimi? Yaxshi niyat, anuni ham o'ylaysiz. Anuni olyapti, bor barak. Shu odamga rahmat gapimizni olib. Boshi sotdim, men boshqa gap aka, men sotdim. Bor barak. Rozichilikmi? Kulib turib. Buni ham o'ylab gapiring. Ketmayapti, xolos. Tovarga qo'ysa bo'lmasa. Boshda o'ylayın deyapti. Umuman gapirasiz. Ana qo'y. Yaxshi gapirdi. Mol o'lib qolsa nima deysiz? Nima deysan? Menga begona. Gapirib qo'ying. O'ylayın deyapti. Shunaqasanda. Gapirsa. Bor.